Beshariq tumanining qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh hududida joylashgan Andorxon qishlog'i qovunchilar qishlog'i sifatida tanilgan. Sababi bu qishloqda kuzgi qovunlarni may oyigacha noodatiy, ammo o'ta jo'n usulda saqlash yo'lga qo'yilgan. Andorxonliklar qovunlarni iqlim sharoiti ushbu polis ekinlarini yetishtirish qulay bo'lgan Jizzax viloyatiga borib ekishadi. Kuzda hosil yig'ilib Andorxonga keltiriladi. Jumaboyevlar xonadonida har mavsumda 100 tonna atrofida qovunlar saqlanadi va xaridorlarga yetkazib beriladi. Yarim asrdan oshyapti. Armiyadan kelganmiz 69-yil. Shundan beri shu tirikchilik qovunni ustiga biz qildik. Bizdan keyin mana bola chaqalar qilyapti. Shu bilan mehnat qilyapmiz-da. Qishloqdagi deyarli har bir xonadonda mana shunday qovunxonalar bo'lib, ulardagi so'kchaklarga va shiftga qamish bilan bog'langan qovunlar osib chiqiladi. Polsiz xonaning yoni va tepasidagi tuynuklar yelvizak bo'lishiga xizmat qiladi. Endi sharoitga qaraymizda, havo sovuq bo'lsa, sharoitga qarab bekitiladi. Agar havo bunaqangi issiqroq bo'lsa, ochiq turaveradi-da, u havoni pastdan haydab tepaga chiqarib yuboradi-da. Pastdan sovuq havoni olib keladi, bag'dagi issiq havolar chiqib ketadi. O'shaning uchun tuynuk ko'p qo'yiladi bu. Ana shu asosiy vazifasi ham buni. Qovunxonalarda asosan qovunlarning gulobi va bedanapat kabi navlari saqlanadi, sababi ularning po'sti qalin bo'lib, qahraton qishning sovuqlariga chidamli bo'ladi. Bizdan ko'rib boshqa viloyatlarda ham shu tarzda qovunxonalar tashkil etib ko'rishgan, ammo negadir qovunlarni uzoq vaqt saqlab turishning imkoni bo'lmagan. Bizda shamolning ko'p esishi ham o'ziga xos an'anani shakllanishiga sabab bo'lgandir balki, deydi Qosimboy ota. Hech qanaqa bir texnologiya aralashmagan holda oddiy shu donishmand xalqimizni donishmand tadbirlar oqibatida shu qovun tarozlar qish faslidan oxirigacha yetib borar ekan. Qo'yib qolmaslik iloji yo'q. Islom Nishonov, Shohyor Qayumov, Farg'onadan.